Assalomu alaykum. Bugun Robit loyihasi haqida sizga gapirib bermoqchiman. Bu loyiha qanday paydo bo'ldi? Loyihadan maqsadimiz nimalardan iborat? Nimalarni maqsad qildik o'zimizga? Rejalarimiz nimadan iborat? Barchasi haqida sizga batafsil gapirib bermoqchiman. Buni gapirib berishdan asosiy maqsadim rejalarimizni siz bilan bo'lishish, maqsadlarimiz bo'yicha sizdan feedback olish, fikr mulohazalarni o'rganish. O'ylaymanki, ushbu loyiha ko'pchilikka manzur bo'ladi. Sababi bu loyihadan asosiy maqsadimiz birinchi o'rinda yoshlardagi tanqidiy, tahliliy fikrlashni o'rgatish. Ya'ni biz yoshlarga tanqidiy, tahliliy fikrlashni o'rgatamiz. Robototexnika buning yo'lidagi eng yaxshi vositalardan, instrumentlardan biri. Avvalo, o'zimiz haqimizda qisqagina gapirib bersam. Robit bu 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga robototexnika va IT ni o'rgatishga ixtisoslashgan ta'lim markazi. Ya'ni biz bolalarga robototexnika va IT ni o'rgatamiz. Ta'lim metodikasi, o'quv jarayonlari STEAM texnologiyasi bo'yicha tuzilgan. Ya'ni bolalarga ilm-fan bo'yicha aynan robototexnika va IT o'rgatiladi. O'zi savol berishingiz mumkin. Nima uchun robototexnika va nima uchun IT? Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida bolalardagi tanqidiy tahliliy fikrlashni o'rgatishlik uchun robototexnika eng yaxshi instrumentlardan biri sifatida qo'llaniladi. Nega? Chunki biz bolaga ko'p holatda uning logikasini, uning mafkurasini, aqlini, salohiyatini ishlatishga undaymiz. Qandaydir vazifalar, berilgan topshiriqlar bolani fizikani o'rganishiga, bolani kimyoni o'rganishiga, bolani keraklik paytida ona tilini o'rganishiga ham ko'mak berishi mumkin. Va bizdagi maqsad ham bolani ilm-fanga qiziqtirish. Deylik, u injener bo'lsin kelajakda. Deylik, tibbiyot bo'yicha mutaxassis yoki muallim yoki har qanday kasb bo'lishidan qat'iy nazar o'z sohasida tanqidiy ko'z bilan ko'ra olsin. Tanqidiy ko'z deyilganda men nimanidir tanqid qilishni nazarda tutmayapman, balki qanday qilib uni rivojlantirsa bo'ladi. Masalan, deylik, yo'l quruvchi deylik, yo'l qurilishdagi qaysidir holatda nega bu yo'l bunday qurilyapti deb o'ziga o'zi savol beriladigan darajada. Aynan mana shunaqa mutaxassislar, aynan shunday kadrlar bugun bizga yetishmaydi. Nafaqat bizga, balki butun dunyodagi eng katta muammo tanqidiy tahliliy fikrlash. Kompaniyalarda ishga olinishda ham o'z sohasi bilan bilishlik bilan birgalikda, ya'ni siz har qanday soha bo'yicha mutaxassis bo'lmang, sizdan soft skill sifatida, ya'ni insoniy ko'nikmalar sifatida albatta bu narsalar HR mutaxassislar tomonidan so'ralyapti. Va biz ishonamizki, Robitda biz robototexnika va IT ni o'rganish bilan birgalikda bolalardagi tanqidiy tahliliy fikrlashni yaxshi ma'noda rivojlantira olamiz. Ayni o'quv rejalarimiz ham shuning ustiga qurilgan. Robit ochilish rejasi qachon paydo bo'ldi va qanday shu jarayongacha keldik va kelajak maqsadlarimiz nimadan iborat? Bular haqida ham to'xtalaman. Birinchi marta Robit g'oyasi, ya'ni bolalarimizga robototexnikani o'rgatish g'oyasi menga 2 yil avval kelgan edi. Undan avval ham o'ylaganmiz, ya'ni Najot ta'lim ochilibdiki, 2018-yildan beri bizga eng ko'p qo'ng'iroq bu bolalar uchun IT kurslari bormi? Bolalarga robototexnika bormi? Kabi savollar bo'lardi doim. Lekin biz u vaqtda aynan Robit kabi loyihaga fokus qarata olmasdik. Sababi Najot ta'limda 16 yoshdan boshlab 30 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qiydi, ya'ni yoshlar o'qiydi va undagi eng asosiy maqsadimiz kasbiy ta'lim, ya'ni dasturlash, dizayn va marketing sohalari bo'yicha mutaxassis tayyorlashni maqsad qilganmiz va kelajakda u o'quvchilar o'qishini tamomlagandan keyin o'z kasbi bo'yicha ishlashlari kerak. Robitda esa bu narsa talab qilinmaydi. Biz bolalarga faqatgina ta'lim beramiz, ya'ni kasbiy ko'nikma emas va undagi maqsadimiz texnologiyalar orqali bolaning salohiyatini rivojlantirish. Takror aytaman, texnologiyalar orqali bolaning salohiyatini shakllantirish. Biz uni hech qachon injener bo'l deb majburlamaymiz. Kelajakda har qanday sohaning mutaxassisi bo'lsin, lekin eng asosiysi o'zidagi fikrlash salohiyati, aqliy salohiyati ancha baland bo'lsin. Demak, qaytaman, birinchi marta o'sha bizda bu g'oya o'sha Najot ta'lim aslida ochilgandan beri bor. Yosh bolalar uchun mana shunday loyiha qilishimiz kerakligi. Lekin mendagi eng birinchi g'oyalar bu Turkiyaning Teknofest tadbiridan keyin boshlangan. O'zim inson sifatida sayohat qilishni yoqtiradigan mamlakatlarimdan biri bu Turkiya.
va har doim borganimda u jamiyatga qo'shilgan holatda ularda nimalar bo'lyapti, qanday o'quv markazlari bor, nimalar qilishyapti, doim kuzatib boraman. 2024-yil oktyabr oyida Adanada Teknofestni bu yilgi, ya'ni 2024-yil final bosqichi bo'ldi va bitta final bosqichi uchun 1.200.000 tomoshabin tashrif buyurdi. O'ylab ko'ring. Aynan robototexnika va ixtirochilikka ixtisoslashgan festivalda 1.200.000 odam tomoshabin sifatida final bosqichiga keldi. Uning viloyat bosqichlari ham bor hatto. Undan avvalgi darajalari ko'p. Buni ko'rganimdan keyin bolalarda qay darajada qiziqishini, nima ixtirolar qilayotganligi, robototexnika orqali qanday yutuqlarga erishayotganligi, uni mamlakat miqyosida qanday tasarruf qilinishlari meni juda hayron qoldirdi va O'zbekistonda shu kabi loyihalar yo'qligi, ming afsuslar bo'lsinki yo'qligi bizni bunga undadi. Ya'ni istardimki, agar hozir robot ochilayotgan paytida ma'lum bir loyiha bo'lib, robototexnika bo'yicha loyiha bo'lganda, men robotni ochishni o'rniga, ya'ni jamoa bilan bunga harakat qilishni o'rniga biz o'sha loyihaga investitsiya kiritardik. Endi sen rivojlan, biz seni qo'llab-quvvatlaylik, jamoa tuzaylik deb aytardik, lekin afsus bundan avval qaysidir loyihalar bo'lgan, lekin turli sabablarga ko'ra menga ko'p o'quv markazi egalari aytadi, ya'ni o'quvchilar qiziqmasdi deydi, ba'zilari menejment menda yetarli bo'lmadi, ya'ni turli sabablarga ko'ra robototexnika o'quv markazlari keng miqyosda yurmagan. Va istaymiz va ishonamiz, biz bu loyihani rivojlantira olamiz. Xo'p. Demak, mana shu holatlar bilan robot birinchi g'oyasi paydo bo'ldi. Undan keyin o'tgan yili, ya'ni 2023-yil bahor oyidan boshlab biz bunga aktiv kirishni boshladik. Ya'ni jamoa yig'ish uchun harakatlar boshladik. Eng birinchi o'rinda bu metodologiya, ya'ni o'quv reja qanday bo'ladi? Bolalarga qanday ta'lim berishimiz mumkin? Sekin-sekinlik bilan boshlanib, eng oxirida, ya'ni bu yil bahordan boshlab jamoalar shakllantirishni boshlandi. O'quv bo'limi, marketing bo'limi, sotuv bo'limlari rivojlantirish boshlandi va ayni paytda robotda 5 ta filial, bular Toshkent shahrida 2 ta, Samarqandda, Xorazmda hamda Farg'onada filiallarimiz bor. Va ishonamanki, biz yaqin kelajakdagi rejalarimiz orqali ko'p muvaffaqiyatlarga erishsak bo'ladi. Keling, avval rejalarimiz haqida to'xtalib o'tsam va undan keyin biz bu loyihadan nimalar kutayotganligimizni aytaman. Rejalar 2025-yil sentyabr oyiga qadar O'zbekistonning barcha hududiy birliklari, ya'ni 14 ta hududiy birlikni to'liq qamrab olishni niyat qilganmiz. Nasib qilsa, keyingi yil sentyabrga qadar O'zbekistonning har bir viloyat va hududiy birlik markazlarida robotning bir donadan bo'lsa ham filiali ochiladi. To'g'ri, u filiallar u darajada katta bo'lmaydi. Ya'ni 3-4 ta xonadan iborat, bir paytning o'zida 150-200 nafar o'quvchini qamrab oladigan darajada bo'ladi. 2026-yil sentyabrga qadar eng katta shahar markazlarini, masalan, deylik Farg'onada, Farg'ona shahri uning viloyat markazi bo'lsa, Qo'qon va Marg'ilonni, boshqa viloyatlarda ham xuddi shunday eng katta tuman markazlarini qamrab olish niyat qilingan. 2027-yil sentyabrga qadar O'zbekistonning 100 ta tumanida o'zining filialini ochishni reja qilingan. Savol berishingiz mumkin, qanday qilib 100 ta filialni boshqarish mumkin, qanday qilib ustoz kadr tayyorlash mumkin? Bu savollarga bizda javob bor. Biz hozirgi paytda robototexnika bo'yicha mutaxassislar O'zbekistonda kamligini bilamiz. Hozirgi uslubimiz ayni axborot texnologiyalari bo'yicha bitiruvchilarni qayta tayyorlash, ularni robototexnikaga o'rgatish yoki bor bilimlarini yanada rivojlantirish orqali amalga oshirilyapti. Ya'ni biz soha mutaxassislarini olib kelamiz va o'zimizda 1,5-2 oy davomida qayta tayyorlaymiz. Agar ular viloyatda bo'lsa, biz Zoom orqali yoki interaktiv darslar orqali tayyorlaymiz va ularni robotning turli filiallariga bo'lib boramiz. Najot ta'limdagi 6 yillik tajribamiz bugungi robotni rivojlantirishga eng asosiy ustunlardan biri bo'lyapti. Biz uzoq masofalarda, masalan, deylik Xorazmdagi filialimiz yoki Samarqandda yoki Farg'onadagi filialimizni qanday boshqarishni bilamiz. Chunki bu narsani yillar davomida shakllantirib, rivojlantirib kelganmiz. Agar mendan so'rasangiz, kamchiliklar bo'ladimi, muammo bo'lishi mumkinmi desangiz, ha, muammo bo'lishi mumkin. Qaysidir qismida biz qiynalishimiz mumkin deb aytaman. Lekin eng muhim narsa biz xatoni tan olamiz. Ya'ni muammo bo'ldimi, uni to'g'rilashlik uchun jamoaviy harakat qilamiz. Biz ayni shu yo'lda to'g'ri jamoa tuzganmiz deb ishonaman va bunga va'da berishim mumkin. Chunki bizga jamoaga qo'shilishning eng muhim qoidalaridan biri
rivojlanishini chin dildan istash. Inson rivojlanishni istar ekan, unga istalgan narsani o'rgatish mumkin. Tajribamdan ko'p chiqayotgan narsani qo'rqmasdan sizga aytishim kerak. Demak, rejalarimiz 2027-yil oxiriga qadar O'zbekistonning eng katta tumanlarida, ya'ni 100 ta filialini ochishni reja qilganmiz. Va bir vaqtning o'zida 15 minglab yoshlarni, ya'ni 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni ta'lim berishni reja qilganmiz. Ishonamanki, ushbu g'oyani juda ko'plab insonlar va tashkilotlar qo'llab-quvvatlay oladi. Ko'plab kutilgan narsalar, chunki yoshlarimiz texnologiyaga qiziqadimi? Qiziqadi. Menimcha, ayniqsa yigitlardan bo'lsa kerak, yoshligida nimanidir buzishga qiziqmagan bolani topish keyinroq bo'lsa kerak. Nimanidir buzishga, nimanidir chuqurlab ko'rishga juda ko'p qiziqamiz va agar 2 yoshli bolaga bugun qo'liga telefon berilsa, o'zi o'rganib oladi, nimalardir ishlatishdi. Agar o'yin bo'lsa, o'yin o'ynashdi, ya'ni unga skill aynan o'sha texnologiya bilan chiqishish qobiliyati juda yoshlikdan boshlab shakllanib kelyapti. Ichki musobaqalardan tashqari xalqaro musobaqalarda qatnashishni reja qilganmiz va maqsadimizdan biri xalqaro musobaqalarga bolalarni o'zimizning hisobimizdan olib borish. Ya'ni dunyodagi eng yaxshi robototexnika musobaqalarida qatnashish va talabalarimizni o'zimizning yonimizdan olib borib u yerda qatnashishligini ta'minlash. Bu eng katta maqsadlarimizdan biri. Chunki agar musobaqalarga to'g'ri tayyorgarlik ko'ra olsak, bolalarimiz u joyda qatnasha olishadi. Va ota-onalardan so'ragan bo'lardimki, bolalarimizga ingliz tilini o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Istalgan kasb egasi bo'lishlaridan qat'iy nazar, ingliz tili ularga suv va havodek zarur narsalardan biri. Kutuvlar, biz nima kutamiz? Birinchi o'rinda bolalarni majburlamaslikni kutamiz. Ya'ni bu qanday? Ota-onalar ba'zida bolalarni majburlab sohani o'rgatmoqchi bo'ladi, lekin agar mendan so'rasangiz, hamma ham robototexnikaga qiziqadimi? Siz yo'q deb aytaman. Bu sohaga barcha ham qiziqmasligi mumkin, barcha kompyuter oldida o'tirishni istamasligi mumkin. Ota-onalar farzandlari istasa, ya'ni deylik, bepul darslarimiz bor, workshop deb nomlanadi. Aynan o'sha workshoplarga kelib, darslarni ko'rishlari mumkin. Bolalar qanday bo'lyapti, qanday amalga oshirilyapti, nimalar yasaydi bolalar robototexnikadan, ITdan nimalar o'rganadi, bularni ko'rishlari mumkin. Va agar bolalarga ma'qul bo'lsa, yana sohaga olib kelganlari maqsadga muvofiq. Lekin qiziqsa ham, qiziqmasa ham bu sohaga berib, ertaga boladagi ta'limga bo'lgan qiziqishni o'ldirib qo'yish bu yomon oqibatlarga, ya'ni noto'g'ri, salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Va yana nimani kutamiz? Intizomni. Ota-onalar farzandlarini o'z vaqtida kelib va kechlarini ta'minlab berishlarini kutgan bo'lardi. Shu bilan birgalikda, deylik, farzandingiz bugun robotga borib kelgandan keyin, o'g'lim yoki qizim, bugun nima o'rganding? Nimalarni ustozing bilan birga ko'rding? Senga qanday yordam bera olaman deb, xuddi shunday yordamlar berilishi maqsadga muvofiq. Kelajak rejalaridan yana birini aytishim kerak. Biz yaqin 3-4 oy ichida ota-onalar uchun maxsus mobil ilova tayyorlab beramiz. Unda farzandlarini bugun nima o'rgandi, bu o'rgangan narsasi unga qanday yordam beradi, qanday qilib uyda amaliyot qilishligi mumkin, barchasini ko'rib, qanday baho oldi. Bugun tizimda gamification maxsus tizimi bor, ya'ni bolani rag'batlantirish tizimi nechinchi o'rinda ketyapti va yig'gan kumushlariga qanday sovg'alar olyapti robotdan, barchasini ko'rib borishlari mumkin. Aytgandek aytib o'taman, biz gamification tizimini yo'lga qo'ydik robotda va u orqali o'quvchilar har kuni kumush ishlab topishadi. Ya'ni kumush bu robotning maxsus pul birligi. Bu orqali turli xil sovg'alarni qo'lga kiritishlari mumkin. Robotda o'qiydigan bolalarning ota-onalari meni juda yaxshi tushunishyapti. Agar bu videoni ko'rishayotgan bo'lsa, bolalari kumush yoki qandaydir sovg'alar haqida gapirayotgan yoki turli sovg'alarni uylariga olib borgan bo'lishlari ham mumkin. Robot bo'yicha asosiy g'oya, tushunchamiz shulardan iborat. Men so'ragan bo'lardim ota-onalardan bizga feedback berishlarini, ya'ni farzandingizda qanday ko'nikmalar bo'lishini istaysiz, robototexnikadan aynan qanday yutuqlarga erishishini istaysiz yoki biz bolalarga aynan nimalarni o'rgatishimizni istaysiz. Eng asosiy kutuvlarimiz haqida aytib bersak, biz o'quv rejani 4 yilga mo'ljallab tuzganmiz, ya'ni 8 yoshdan 12 yoshgacha alohida produkt, 12 yoshdan 15 yoshgacha alohida produkt. 2 yil hisoblangan o'quv reja va istaymizki, bolalar oxirida, ya'ni 2 yil yoki 3 yil o'rgangandan keyin faqatgina muammoni o'zini tashlashdi. Bu qanday amalga oshiriladi? Biz nafaqat robototexnikada robotlar yasashni o'rgatmoqchimiz, balki mana bu muammo, misol uchun deylik, Toshkent shahrini mana bu chorrahasida
har kuni soat 17:00 dan 20:00 gacha tirbandlik hosil bo'lyapti. Sen shunday svetofor o'ylab topki, u sensorlar orqali avvaldan rejalashtirilgan holatida, aynan o'sha vaqtlarda moslashtirilgan holatda svetofor tizimini yo'lga qo'ysin va tirbandlikni minimal darajaga tushirsin deyilgan muammo o'rtaga tashlanadi. O'quvchi o'zi kerakli narsalarni chizmasini tayyorlashi, 3D holatga keltirishi, 3D printerdan chiqarishi va taqdimot qilib bera olishi darajasiga kelish kerak. To'g'ri, hozir aytilishiga bu narsa qiyin deb tuyulishi mumkin, lekin to'g'ri o'quv reja, yaxshi ustozlar va yaxshi jamoa bilan biz shu narsaga erisha olamiz va bolalar inshaalloh yaqin kelajakda o'zlari, biz faqatgina muammoni o'zini aytganimizda, ular o'zlari xuddi shu darajada g'oyalari bilan kritik thinking, ya'ni umuman tanqidiy tahliliy fikrlash bilan birga mana shu narsani uddalay oladi. Men ko'p takrorlayotgan narsam bu jamoa bo'ldi. Men ota-onani ham jamoamizni bir bo'lagi deb hisoblayman, chunki ota-onani ko'magisiz biz ko'p narsaga erisha olmaymiz. Deylik, biz yaxshi ta'lim berishimiz mumkin, deylik bu narsaga undashimiz mumkin, lekin uni farzandini ota-ona bilan o'zaro suhbati, ya'ni uni chaqirishi, farzandim, qizim, o'g'lim, bugun nima o'rganding? Nimalarni amalga oshirding? Keyin birga amaliyot qilamiz. Ustozing senga qanday vazifalar berdi deb bizga ko'maklashishi suv va havodagi zarur narsa. O'ylaymanki, siz bilan jamoa bo'lib birgalikda harakat qilamiz va katta natijalarga erisha olamiz. Chunki muhandislik, injenerlik suv va havodagi zarur kasblardan biriga aylanib boryapti. Dunyoda bo'layotgan voqealar, jarayonlar hammasi shu narsani ko'rsatyapti. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.